Assalomu alaykum to'rdoshlar. Bugun biz yana davomli qildi. Uyg'ur sifatli film ishlashninki 5-chi darsligi, ya'ni shu Uyg'urcha inglizcha qo'shqatli filmni bizning muhim detalimiz bo'lgan syujetni yaxshilab ishlash, ondan uni o'lchamlik unum qitilgan ASS ga aylantirish, ondan ASS ni o'sha Uyg'urchani mukammal qo'llaydigan WhatsApp detal orqali eng oxirgi mukammal ASS ga aylantirishni so'zlab chiqamiz. Eng boshda shu biz ta'minlagan topshiriq hujjatini tushirishingizni umid qilaman. Buningki tushirish adresini ta'minlaymiz. Uyg'urcha xatli filmninki tarjimasini ishlaganda biz oldingi qatim shu darsligimizda, shu 3-chi darsligimizda, ya'ni Uyg'urcha xatli filmninki xat manbalari va hujjatlari, o'tmish ko'riktorini ishlatish deganlarni biz tunishtirib o'tgan. Eng oldi bilan siz shu SRT hujjatidan topsiz va shu filmninki hanuzcha inglizcha biz manbalarni ta'minladik, ya'ni Yingshi bo'lamdi yoki Shosho Yingin bo'lamdi. Buning adresi bunda. Mushlardan shu hanuzcha inglizcha qo'sh tilliqini tushirsangiz bo'ldi. Buningda hanuzchadan biz tarjima qilamiz. Inglizchani bo'lsa biz Uyg'urcha inglizcha qilishda ishlatamiz. Agar SRT hujjati bo'lmasa, masalan ASS bo'lsa, biz ASS ni SRT ga aylantirishni biz oldin qatim so'zlab o'tdik. Bu yerda biz davomli boshlasak, ondan shu tarjima qilishda siz boshda shu tekstdagi yozib olsangizmi, ondan o'tmish ko'riktorga solsangizmi yoki bo'lmasa o'tmish ko'riktorda bir yoz yozib olib, buni o'ng chekib ko'chirib choplab qilsangizmi bo'laverdi. Men tavsiya qilganim bo'lsa, shu o'tmish ko'riktorda bir qirdan yozib, bir boshdan imlo xatoligini tuzatgach mengish. Biroq bundoq qilganda ba'zi bir avarchiqlar bor. Masalan, biz oldin qatim deb o'tgandek, shu o'ngdan so'lga yozilganda ba'zi bir xatolik ko'ringan ishlar o'tmish ko'riktorda yozganda undoq ko'rinmaydi. Biroq uni tekstiga choplaganda ta'tir ko'rinib oldi. Masalan, birinchi so'z boshlandi men deb, 1 2 3 4 sen deb. Bu yerda normal ko'rindi. Biroq biz buni akirib tekstiga choplaydigan bo'lsak, bu yerda mundaq ko'rinib oldi. Shunga agar siz shu o'tmish ko'riktordan bevosita yozib choplayman deydigan bo'lsangiz, mushundaq siziqcha, tirnoq yoki inglizcha harflar va yoki boshqa shu Uyg'urchada yo'q bo'lgan tinish belgilari va so'z jumlalar kelgan, jumla kelganda siz avval o'zingiz ma'lum bir ifodani mushqurga qo'yib qo'ying. Masalan, ikki yanto siziq bo'lamdi, ikki yanto siziq bilan boshlandi. Ondan ikki yanto siziq, bo'shliq, men bo'shliq qo'ymaylik, bo'shliq qo'yamiz. Ikki yanto siziq, siziqcha men, 1 2 3 4 sen. Anda yana bir so'zga shu inglizcha harf kelgan bo'lsa, ikki tirnoq, bo'shliq, mening ismim Michael Isak. Endi biz bularni choplab vaqt kelganda shu 800 ga yaqin qurlardan biz shu ta'tir ko'rinib olganligini izlaymiz deganda biz faqat shu ikki siziqchini izlab shu yerni o'zgartirsak bo'ldi. Masalan, ma'nodek izlab biz bu ishlarni oldin qadim deb o'tgandek o'zgartirsak bo'ldi. Qanday o'zgartiramiz deganda, bu yerda yana bir so'zlab chiqay. Mushtaq siziqcha yoki inglizcha harflar kelgan jumla kelganda biz o'ng chekib charudan
Şu RLO'nu besitip, anda yazsak, men 1, 2, 3, 4 sızıkça sen, anda yeni birisi manımı. RLO'nu besitip, mening ismim. İngilizcini ta'tir yazıyoruz bu insanlar bolsun. LEAHIM. Müştaq qilamiz. TXT'de bevosita yezib, anda o'tmish korrektorga choplash yoki o'tmish korrektorda bir tarafda imlo tuzatgach TXTga choplab saqlash bu o'zingizdan ixtiyoriy. Mening tavsiya qilganim bo'lsa, shu o'tmish korrektorda yozgach, shu bay deyilgan sig'cha yoki tirnoq ingliz harflar kelganda siz avval beshig'ila shu ikki sig'ich qo'yilib, andan o'zgartirsangiz, bu mening tavsiyalarim. Andan yana esinglarda bo'lsinki, TXTni saqlaganda cho'qim mayada Unicode altida saqlaymiz. Hargizmi UTF-8 emas, Unicode bu saqladik. Onu o'chirdik. Endi biz bu Uyg'urcha TXTni bir SRT o'chitiga aylantiramiz. Buni so'zlab o'tgan. Mana shu yerda qisqacha qilib so'zlab ko'rsam, Darwin degan bosimiz, Uyg'urcha degan bosimiz, anda mayatki har bir qurni bir vaqt o'qish degan bosimiz. Andan mayadan Bolchunzumu deganni besib, mavjoydan Uyg'urcha deb yozib qo'yaylik ismiga. Diqqat qilgan joy shuki, buningda ma'lum muqarrar hujjat shakli yo'q. Shunga biz uchidan birini xohlagan tanlaymiz. Shunga bizning tanlaydiganimiz ticket SRT ni cho'qim keyin qo'yib qo'ying. Saqlaydigan bo'lsak, bu yerga bir hech qanday vaqt o'qi yo'q bo'lgan bir SRT paydo bo'ldi. Endi biz hanuzcha inglizcha bu xat o'tishdan biz inglizchani ayirib chiqara olmaymiz. Buni zoom'ini ochamiz. Ana mavjoydan shu zoom deganni besib, yingwan deganni besib, maydadan Unicode ni tanlaytib, andan tuning bossak bizga bir inglizcha SRT chiqarib berdi. Endi biz shu inglizchaninki vaqt o'qidan foydalanib, inglizcha va uyg'urcha ikkisini biriktiramiz. Bu chaqda bizning ishlatadiganimiz bo'lsa, mayadagi shuang yuxibing degan besib, mavjoyga vaqt o'qi to'g'ri bo'lgan SRT o'chitini, ya'ni mavjoydagi ya'ni mushsab inglizchani kirsak bo'ldi. Mavjoyga tarjima o'chiti, ya'ni uyg'urchani kirsak bo'ldi. Ondan diqqat qiladigan shundaq bir joy borki, ba'zi do'stlarningki eng oxirdagi bu yerda yoki bo'lmasa shu eng oxirida nima bo'lsa, shu gapinglar chiqmasligi mumkin. Bu nima uchun deganda, shu TXTga choplaganda siz cho'qim shu eng oxiridan keyin eng oxiri yezib bo'lgandan keyin cho'qim bir bo'shliq tashib o'ting. Bundaq bo'lganda ondan bir mukammal bo'shliq bo'lib, bu bir vaqt o'qi bo'ldi. Agar siz eng oxirida bu yerga bo'shliq qo'ymay mushtaqla oxirlashtirib qo'yib qilsangiz, bu eng oxirdagi jumlangiz maviyat ko'rinmasligi mumkin. Shunga TXT saqlaganda eng oxirida yana bir enterni besib, bir bo'shliq qilib, ma'ni bir mukammal qurqilaytan. Endi biz mavjoydan Hubing Soyo deganni besib, hammani biriktirsak bo'ldi. Endi biz saqlaymiz. Saqlaganda bu shu bir ilgirki inglizchaga saqlandi. Biz o'chirib qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, ikkisi birikdi, biroq inglizcha ustida, uyg'urchasida bu ta'sis emas. Buni yana shu janjiti orqali ikkisini ochamiz. Ondan hammani tanlab, mavjoydan Zumu degandan Joxuan Shangshan deganni, ya'ni ost-ustini almashtirish deganni bossak, uyg'urcha ustiga inglizcha ostiga tushdi. Endi biz buni
o'lchamlik bo'lgan SRT uchiga aylantiramiz. Bundaq bo'lganda bizning qilganimiz bo'lsa, mana joydan shurutsimu deganni besib, endi xanzucha inglizcha, ya'ni hozirgi uyg'urcha inglizcha ESS bu sukutga olti Unicode shuni buni tanlamasangiz bo'ldi. Bu avtomatik tanlandi. ESS ni bosamiz. Andın mana joyda ESS tengshash deganni bosamiz. Birinchisi chekilmasak bo'ldi. Mana ikkinchisi bo'lsa, shu asosliq xatninki ko'rinadigan unumlari. Buningda shu sukutga olti ekan, lekin bizning ishlatadiganimiz bo'lsa, biz ilgari ta'minlagan shu unumlardagi oldin qismda tushuntirgan unumlardan shu kino tengzimi to'shav deganni echib, buningdan shu uyg'urchaninkini elib, ko'chirib shay chaplaymiz. Bularni o'chirib shay chaplasak bo'ldi. Andan mana joyga chiqilmasak bo'ldi. Endi biz mana yerga buni o'chirib buningdiki ying'inchimi shu xon deganda ma'ni ko'chiramiz. Ko'chirib biz chaplaydigan bo'lsak, biz shay chaplab qo'yamiz. Ondan jazmlashni besib yana bir cho'lingni bossak, bizga shu joyga mana yana bir o'lchamlik bir unum qo'shilgan ESS sujeti chiqarib berdi. Endi biz buni ko'rib baqayli. Filmni ochdik. Xat o'tishini bunga osamiz. Qaraydigan bo'lsangiz, garchi biz erishmoqchi bo'lgan unumlarga erishgan bo'lsakmi, masalan, asos xat ko'k holatda, ondan ostidagi inglizchasi shu unum shaklida bo'lsa-mu, biroq qaraydigan bo'lsangiz, bu yerdagi uyg'urcha xatlar normal emas. Shunga bu yerda bizning ishlatadigan birdan bir qurolimiz, biz ilgari deb o'tgandek WhatsApp deydigan detalniki bir qurol bor. Shuningda shu ESS'ninki kodini arabchaga tanishib qo'ysak bo'ldi. Biz avval detallarni qachilgan joyini ochamiz, ya'ni chipdiska uyg'urcha xatli film, mana WhatsApp. Buningdagi ma'ni ishlatamiz, uzun ismlik. Buni ochamiz. Ondan biz tarjim qilgan shu eng oxirida unum berib ishlagan shu ESS'ni shunga akiramiz. BIOS'da etish deganni so'ysak bo'ldi. Ondan biz mana yerdan edit, ya'ni tahrirlash deganni besib, mana joydagi olib ekran bizning ishlatgan fontimiz. Buning ostidagi mana GB 2312 deganni biz mana joydagi Arabic, ya'ni shu arabcha deganga tanishib qo'ysak, unda o'kayni besib buni saqlaysak, shu ustiga saqlaydi. Endi buni filmga qayta asılgan bo'lsak, qaraydigan bo'lsangiz, uyg'urcha normal ko'rindi. Bu detalninki faqat shu bir qurolni biz ishlatamiz, boshqa ortiqcha qimmatimi yo'q. Lekin u qosh qurolmi noydi muhim rol o'ynaydi. Bo'lmasa boshqa hech qanday birisi bir qurol texi hozircha bu uyg'urchani bundoq normal qilolmaydi. Much like our own, capable of great compassion. And odatdagi filmlarninki asosli xatning unumi shundoq oq rangda, ondan ko'k
girvaklar berilgan, ondan ostidagisi bo'lsa oq rangda, ondan kul rang girvak berilgan. Bularninki hammasi men shu unumlar deganda, masalan, shu Smooth Show degan, ya'ni mush xatlarning unumi deganda men ta'minlab berdim. Endi biz shu film boshlanishidagi ba'zi unumlarni so'zlab o'tsak, masalan, ba'zi tarjima guruhlari tarjima qilgan bu filmning boshlanishiga o'zining tarjima gruppasi, torbat adresi qatorliqlarni yozib qo'yishni umid qilish mumkin. Buningda men ko'pchilikka o'rtaq bir kod ta'minladim. Shuni sizlar shu txt yuzida ichib o'zgartib olsanglar bo'ldi. Bunimi shu ta'minlagan detallar orasidagi 11-si, ya'ni eng shu Smooth Show Time degandiki, shu kodlarning orasidagi shu Ding Pian Total Show degandan tushirib olsanglar bo'ldi. Butunlay uyg'urcha. Endi biz uning unumini ko'rib boqaylik. Masalan, shu hozirgi men tayyorlagan unum. Buni akirib filmni boshdan qo'yaylik. Masalan, bunun boshlashi bundoq. Keyinda bir ko'langi bor, balkim aniq ko'rilmasi mumkin. Ondan tarjimada palani Earth, birthplace of the ondan vaqt o'qida palani bushlarni sizlar txt'da ichiblar shu o'zgartirgan joylarni o'zgartirsanglar bo'ldi. Agar siz shu olib ekran xat nusxasini ishlatmayman desangiz, shu joydan olib ekran xat nusxasini o'zgartirib olsangiz bo'ldi. Boshqa joylarni o'zinglar o'zgartirib, buni nima qo'ymaymiz deganda, buni shu peshidan ko'chirib shu filmninki ESS xatininki, masalan ma'lumki shu birinchi so'zdan burunla bir boshliq qo'yib shu yerga choplasak bo'ldi. Masalan, bunu saqlab ko'rib boqaylik. Earth, birthplace of the human race. Bu yerda ba'zi bir takrorlanishlar bo'lishi mumkin, chunki bu filmninki beshi boshlanib bo'lmaylar, ba'zi xatlar chiqqanligi uchun bu yerda takrorlik bo'lib qoldi. Biroq odatdagi filmlarda boshlanishda xatlar chiqmaganligi uchun bu filmning beshining unumi sizlarga mos keldi. A species much like our own. Capable of great compassion. Endi biz shu mukammal ESS hujjatini oxirida chiqarib bo'ldik. Biroq nima uchun mush qadam to'xtab qolmaymiz deganda, biz ancha so'zlab o'tgandek, bu ESS hujjatini hamma kishiningki bu filmga esib xat nusxasini tanishib undaq ko'rishi notayin. Shunga bizning oxirida qilganimiz shu ESS hujjatidagi ko'rsatilgan xatlarni bevosita shu filmning o'ziga surat shaklida singdirib o'tish. Buning orasida hammadan muhim rol o'ynaydigan bir AVS deydigan bir hujjat bor. Biz kelarki darsimizda dal shu AVS orqali AVS hujjati orqali shu MIGUI detal orqali detalni ishlatib eng oxirgi shu singdirilma holatdagi MKV shaklidagi filmni ishlab chiqish. Bugungi darsimiz bu bo'ldi. Kelarki darsda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.